Xo'p, endi bugungi mavzumiz bizda bo'lar ekan, aylana bo'ylab tekis harakat. O'zi aylana bo'ylab tekis harakat qanday harakat desa, xo'p, trayektoriyasi aylanadan iborat bo'lib, harakat davomida tezligini son qiymati o'zgarmasdan yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turuvchi harakat tushuniladi. Xo'p, ana endi bizda shunday joy bor, tezlikka oid. Aylana bo'ylab tekis harakatda tezlik doim trayektoriyaga urinma yo'nalgan bo'ladi. Urinma degani nima desak, o'zi biz bitta aylanaga ixtiyoriy n-ta urinma o'tkazishimiz mumkin. Endi tezlikni ham xuddi shunday aytib ketyapti. Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jismning tezligi trayektoriyaga doim urinma yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni mana aylana trayektoriya bo'lyapti. Bu yerda v tezliklar bilan doim trayektoriyaga urinib o'tgan tezliklarni ko'rishimiz mumkin. Tezlik vektorlari ya'ni. Tezlikning son qiymatlari o'zgarmayapti, lekin yo'nalishlari uzluksiz o'zgarib turibdi. Bu aylana bo'ylab harakatdagi chiziq tezlikning vektorlari bo'ldi. Xo'p, endi bizda birinchi tushunchamiz bo'ladi aylana bo'ylab tekis harakatdagi aylanish davri. Aylanish davri nimasi? Aylanani bir marta to'liq aylanib chiqish uchun sarflangan vaqtga bizga aylanish davri deyiladi. Ya'ni bizga bu katta T bilan belgilanib, T teng T taqsim n. T bizda aylanish davri, T esa bizda umumiy harakat vaqti, n esa biz bo'ladi aylanishlar soni. Ya'ni biz biror bir aylana yo'lakni, yoki yo'lni bir marta aylanib chiqishimizga qancha vaqt sarflagan bo'lsak, bu o'zi o'sha aylanani aylanib ketganimiz vaqtimiz, ya'ni davrimiz deyiladi. Biz shu vaqt davomida har o'sha vaqt kelgan vaziyat. Misol uchun bitta aytib o'tdik, maktabni nimasini stadionni yuguryapmiz. Bir marta aylanib chiqishimizga 2 minut ketadigan bo'lsa, demak biz har 2 minutda bir marta aylanamiz. Ya'ni biz aylanish davrimiz 2 minut deb qarasak bo'ladi shu vaqtda. Keyingi tushunchamiz bo'ladi aylanish chastotasi. Aylanish chastotasi 1 sekunddagi aylanishlar soni. Masalan, vaqt birligidagi aylanishlar soni desak bo'laveradi. Ya'ni bizda chastota nu harfli belgilanib, nu teng n taqsim t ifoda bilan topiladi. Nu ni birligi bizda n aylanishlar bo'lsa, t bizda vaqt. Ya'ni vaqt birligidagi aylanishlar soniga bizda nima deyiladi? Aylanish chastotasi bo'ladi. Yoki masalan bizda chastotani birligini hz, ya'ni gerz bilan belgilasak ham bo'ladi. O'sha 1 sekundda o'sha harakat necha marta amalga oshayotganini ifodalaydi. Bu o'zida endi mashinani baloni, masalan o'sha qurilish materiallari, qurilish qurilmalaridagi, misol uchun bolgarka va hokazo 1 sekundda juda ham ko'p marta aylanadigan qurilmalar uchun bu chastota o'rinli bo'laveradi. Masalan, mana oddiy mana lampochkalarimiz ham, masalan, elektr jihozlarimiz ham o'z chastotasini yozib qo'ygan. Shuncha chastota bilan ishlaydigan. Bu endi elektr mavzular, bu ta'minot chastotani to'liqroq. Xo'p, endi biza qarasam, yaxshi qarasam, davr bilan chastota o'zaro teskari kattaliklar, teskari bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi. n taqsim t bo'lsa t taqsim n. Bizda bilamizki, doim teskari sonlarning bitmasi 1 ga teng bo'ladi. Davr va chastotaning bitmasi 1 ga teng. Bu yerdan davr topadigan bo'lsam, davr 1 taqsim chastota degani, chastota esa 1 taqsim davr degani. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda aylanish davri chastotalar tugadi. Endi biz bitta aylana trayektoriya oldik. Radius r bo'lgan aylana trayektoriya. Xo'p, bu aylanani uzunligi qanday bo'ladi desak, aylana uzunligi bizda bilamizki, matematikada bizga oid L teng 2pi ifoda bilan topiladi aylana uzunligi. Ya'ni jism bu yerdan harakat boshlab aylanib to'liq aylanib chiqadigan bo'lsa, qancha masofa bosib o'tsa, shu aylana uzunligi, ya'ni 2pi r ni bosib o'tadi. Xo'p, 2 marta aylansa, shundan 2 marta 4 ta pi r, 3 marta bo'lsa 6 ta, 4 ta bo'lsa 8 ta, 10 ta, 12 bo'lib ketaveradi. Ya'ni har aylanganda 2 pi r dan oshib ketaveradi. Shuning uchun men bu yerga s teng 2 pi r n deb oldim. Ixtiyoriy n marta aylangan vaziyatdagi umumiy bosib o'tgan yo'l formulasi. Bu aylana bo'ylab harakatdagi. Xo'p, endi men aylana bo'ylab tekis harakat deyapman. Aylana bo'ylab tekis harakat. Tekis harakatda tezlik bizda o'zgarmasa, tezlik formulasi esa v teng s taqsim t edi. V tezlik, s bizda yo'l. Qaysi yo'l? Aylana bo'ylab harakatdagi bosib o'tgan yo'l, ya'ni 2 pi r n. Men shu s o'rniga 2 pi r n deb kelib qo'ygan bo'lsam, taqsim t turibdi. Endi bu bizda bo'ladi, chiziqli tezlik ataladi. Biz bilgan shu v tezligimiz aylanadi. Endi chiziqli tezlik ataladi. Chiziqli tezlikni aylanishlar soni orqali ifodasini yozingizda, xuddi shuni yozamiz. V ni n ga bog'liq. Xo'p, endi biz bilamizki, bu yerda n taqsim t. n taqsim t chastotani beradimi? n taqsim t ni chastota qo'ygan bo'lsam, v teng 2 pi r nu. Ya'ni aylanish chastotasini chiziqli tezlik bilan nimasi bog'lanishi bo'ldi. Chastota degani bizda 1 taqsim davrga teng edi. Bu shunda o'rniga 1 taqsim davr qo'ygan bo'lsam, davr maxraji bo'lib ketib, v teng 2 pi r taqsim davr degan ifodaga kelib qoladi. Bu bizda chiziqli tezlikning davr orqali nima bo'ldi? Bog'lanishi, davr orqali ifodasi bo'ladi. Bu bizda chiziqli tezlik ifodalar shu joyda tugaydi. Endi bundan keyin bizda burchakli tezlik degan tushunchamiz bor. Burchakli tezlik esa vaqt birligi ichidagi burilish burchagiga miqdori jihatdan teng bo'lgan fizik kattalik tushuniladi. Xo'p, mana bizda jism aylana trayektoriyani dastlabki nuqtasi bu yerda t vaqtda harakatlanib mana unchaga keldi. Bu demak, dastlabki vaziyatga nisbatan biror fi burchagi burilgan bo'lsa, bizda mana shu fi burchak bo'ladi. Jismning ixtiyorat t vaqtdagi burilish burchagi. Aytyapti, formadan bizga keladigan bo'lsak, vaqt birligi ichidagi aylanish, vaqt birligi ichidagi burilish burchagi miqdori jihatdan teng bo'lgan fizik kattalikka burchaklik deb ataladi. Ya'ni bizda fi burilish burchagi t esa vaqt. Ixtiyor vaqtdagi burilish burchagiga teng kattalik. Omegani birlik sifatida biz olamiz
Fi, ya'ni burish burchagini biz olamiz doimo radianda, gradusda emas, vaqtni esa sekundamiz. Ya'ni biz radian taqsim sekund bizda burchak tezligining birligi bo'laveradi. Xo'p, ana endi biz mana bu fini, ya'ni burish burchagini o'rniga gradus emas, faqat radianda qo'ygan bo'lsak, gradusga bo'lgan vaziyatlarda radianga qanday o'tamiz? Demak, gradusdan radianga o'tish uchun radian teng pi taqsim 180 keladigan o'sha alfa beradigan burchakni qo'yamiz. Bu gradusdan radianga o'tish formulasi, ya'ni ifodasi. Endi biz jism aylanib bir marta to'liq aylanib chiqsa, necha gradusga burilsak 360 gradus emas. Ya'ni bitta to'liq aylangan bo'lsa o'zida atrofida. Bunda men mana bu alfani o'rniga 360 qo'ysam, 360 ni bo'lisam bilan ifodalasam 2 ta bo'lib qoldi, 2 ta qisqarib ketdi. Mana 2pi. U aylanib bitta to'liq aylanib chiqqanda 2pi burchakka, 2pi radian burchakka burilyapti. 2 marta aylansa nima bo'ladi? 1 marta aylansa 2pi bo'lsa, 2 marta aylansa 4pi, 6, 8, 10, 12 bo'lib boshqa ko'taradi. Shuning uchun biz nima qilyapmiz? Ixtiyoriy n marta aylangan vaziyatchi umumiy burish burchagini 2pi dan ixtiyoriy n deb oldim. Hozir yarimini aylangan bo'lsa, yarim o'tgan bo'lsa, bunga 1 taqsim 2 bo'lsam, pi radian burchagi bo'lgan bo'laveradi. Tamom. Bu umumiy burish burchagi 2pm bilan ifodalanadi. Umumiy burish burchagi. Endi men mana shu umumiy burish burchagini mana bu finoni gapga qo'ydim. Ixtiyoriy n marta aylangan vaziyat uchun burchak tezligi qanday bo'lasam, finoniga 2pn taqsim t deb qo'ydim desam, 2pn fi umumiy o'rniga qo'ydik, t turibdi vaqt. Bu burchakli tezlikni aylanish soni orqali ifodasi bo'ldi. N orqali ifodasi, ya'ni omegani n orqali ifodasi. Bu yerdagi n taqsim t bizdan nimani bersak, n taqsim t bizda mana bu yerda ko'rdikki, chastotani beradi, ya'ni aylanish chastotasini. Men o'rniga chastota qo'ygan bo'lsam, mana bu yerga deyapti, omega teng 2pi nu. Nu deymizda 1 taqsim davrga teng. Buni o'rniga 1 taqsim davr qo'ysam, 2pi taqsim davr ifodaga kelib qoldi. Va bu bizda bo'ldi omegani chastota orqali ifodasi, omegani davr orqali ifodasi bo'ldi. Tamom. Endi bu chiziqli tezlik bilan burchak tezlik birga bog'langan bo'lsa, bu bog'langan ekan. Bu bog'lanish topish uchun men xohlasam n qatnashgan ifodalari bilan, ya'ni chiziqli tezlikni, burchak tezlikni bir xil ifoda qatnashganlarni nisbat olsam chiqadi. Xohlasam nlik, xohlasam chastotalik, xohlasam davr qatnash ifodalarini nisbat olsam bo'ladi. Men osonroq nisbat olish uchun v ni omegaga faqat chastotalik ifodalarini nisbat olyapman. 2pi r nu taqsim 2pi nu. Xo'p, bu bilan mana buni nisbat olyapman bir-biriga. 2pilar nular hisob bersa, bu yerda r o'zi qolyapti. Men r ga farqlagan farqi r bilan, ya'ni radius farqlayapti. Men radius yana v taqsim omega bo'ldi. Bu yerdan v to'g'ri bo'lsa, omega bu to'g'riga bitta o'tgan bo'lsa, demak v teng omega r. Bu bizda chiziqli va burchak tezlik orasida nima bo'ldi? Bog'lanish bo'ldi. Shu joyda bizda chiziqli va burchak tezlik ifodalari hammasi tugadi, bog'lanishlar bilan. Endi bizga keladi markaziy nima tezlanish. Xo'p, o'z bilamizki, bizga harakat turlari, tekis harakat, tekis tezlanuvchi, tekis seklanuvchi harakatlarda ma'lumki, agar jism tekis harakat qilsa, uni tezlanishi mavjud bo'lmaydi. Ya'ni tezlanish 0 ga teng. Chunki tezlik o'zgarmaydi. Tezlanish bizda tezlik o'zgargan payt yuzaga keladi. Bu bizda endi aytiladi tangensial tezlanishlarda tezlik o'zgarish tufayli yuzaga keladigan tezlanish. Yo'nalish o'zgarish tufayli yuzaga keladigan tezlanish bizda bo'ladi endi normal tezlanish, yoki bo'lmasa markazga intilma tezlanish deyiladi. Demak, trayektoriya egrilashgan paytda yuzaga keladigan tezlanish bizda markaziy intilma tezlanish bo'lsa, markaziy intilma tezlanishimiz mana aylan trayektoriya bilan v tezdan harakatlangan jism uchun doimo markaz tomon yo'nalgan tezlanish yuzaga keladi. Va biz buni keyingi mavzularda gaplashamiz. Markaziy intilma tezlanish tufayli jismda markaziy intilma kuchi ham yuzaga keladi. Buni hali gaplashamiz, dinamikaga boshlaganmiz. Bizda a markaziy intilma tezlanishning asosiy ifodasi v kvadrat taqsim r bilan topiladi. Endi men v o'rniga chiziqli tezlik xohlasam aylanish soni orqali, chastota orqali, davr orqali ifodani qo'yib turib, soddalashtirib xususiy holatga keltirib olsam bo'laveradi. Lekin men cho'zmadim. Mana shu chiziqli tezlikga asosiy, ya'ni omega r ikkovini bog'langan deb qo'ydim desam, omega kvadrat r kvadrat bo'ladi. R kvadrat bilan r hisob kelsa, a markaziy intilma tezlanish teng omega kvadrat r bo'ladi. Hop, bu r o'rniga mana bu yerdan r ni v taqsim omega olib kelib qo'ygan bo'lsam, v taqsim omega bilan omega hisob kelsa, omega bitta qoldi, v o'zi qoldi. Men bizda markaziy intilma tezlanishni chiziqli va burchak tezlik orqali bog'lanishadi. Demak, chiziqli va burchak tezliklar ko'paytmasi nima bo'lar ekan? Markazga intilma tezlanish bo'lar ekan. Bu bizda 3 ta markaziy intilma tezlanish bo'ladi. Agar menga chastotasi, davri so'rasa, mana bularni, masalan, zlarni o'sha chastotaga davr qatnashish formulaga olib qo'yib qo'ysam, tezlanishda o'shanga bog'liq ifodalar kelib chiqaveradi. Tamom. Bu endi bizda aylanib bo'lyapti tekis harakatdagi chiziqli burchakli tezlik va markaziy intilma tezlanish ifodalari bo'ldi. Endi biz bu mavzuning xususiy holatlari bor. Ya'ni tasmali uzatmalar, friksion uzatmalar, bir o'qga mahkamlangan jismiy harakat bor. Bularni keyingi qismlarimizda, keyingi darslarimizda ko'ramiz. Hozircha bizda shu. Goodbye.